Bugun davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan foydalanilmayotgan, aytarli daromad bermayotgan yer maydonlarini, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun uzoq muddatli ijara shartnomasi asosida ajratib berish amaliyoti yo'lga qo'yilib, dehqonlar uchun yaxshi imkoniyat yaratilmoqda. Farg'ona viloyatidagi Oqbilol mahallasida ana shunday tashabbus yer egasiga yaxshigina daromad berish bilan birga ushbu maydonda 10 ta yangi ish o'rni ham yaratildi. Muxbirimiz Maftuna Momasidiqova manzilda bo'ldi. Zokirjon Ermatov quruvchi, aniqrog'i issiq fasllarda akasi bilan qishloqdoshlariga qurilish ishlarida ko'maklashar, oilaning asosiy daromad manbai ham shu mehnat edi. Qish kelishi bilan esa ish to'xtar, aka-ukalarning aksariyat vaqti bekor o'tar, daromad manbaidan uzilib qolardi. Keyin oxiri shu akam shu auksionga qo'yilganini eshitib shu yerda oldi. Shuni orqasidan mana eng asosiysi shu qishda daromadimiz bor. Farg'ona tumanidagi Oqbilol mahalla fuqarolar yig'ini Yangibog' ko'chasida joylashgan. Uzoq yillardan beri hech kim foydalanmagan 60 sotix yer maydoni 49 yillik ijara asosida auksionga qo'yilgani haqidagi xabar aka-ukaning hayotida burilish yasadi. Boshlanishiga 20 sotik issiqxona qurdik. Daromadini ko'rib yaxshi ekan, keyingi yiliga 30 sotik qildik. Birinchi yili shu 20 sotik qilishimiz imkoniyatimiz boricha, o'zimiz mablag'imiz bilan imkoniyatimiz yetgancha 20 sotik qilgandik. Mana endi sekin-sekin shu yillar davomida issiqxona 60 sotikka chiqardik. Dastlab dehqonchilik bilan shug'ullana boshlaganlarida bu oila sohaga mutlaqo begona edi. Biroq qishloqda yerni tilini tushunmaydigan odam yo'q. Hamma narsaning o'z ilmi, o'z ustasi bor. Davlat tomonidan uzoq muddatga ishonch bilan berilgan yerni bekor qoldirmaslik uchun ular bilmaganlarini o'rgandi, tajriba to'plashdi. Maqsad aniq edi, barqaror va halol daromad. Natija esa kutilgandan ham yuqori bo'ldi. Birinchi yiliyoq hosildorlikka erishishdi. Bugun 60 sotix issiqxonadan 650-700 million so'm atrofida daromad olinmoqda. Eng muhimi 10 nafar qishloqliklar doimiy ish o'rni bilan ta'minlandi. Shu 10 ming tubdan 1 kilodan olsa 10 tonna degan gap. Endi buni hozirgi kunda biz 70 ming so'mdan sotyapmiz 1 kilosini. Daromadi yaxshi, ammo buni ham o'ziga yarasha mehnati bor. Kuzda boshlangan mehnat qishning chillasida samarasini ko'rsata boshlaydi. Ayniqsa, qalampirchilik tilini topa olsangiz, serhosil va barakali soha. Dehqonlar may oylarigacha uzluksiz hosil oladi. Yoz faslida yerga ishlov beriladi. Kuzda esa yana ko'chatlar issiqxonalarga qadaladi. Bu yerda mehnat bor, baraka bor. Ilm bilan yondoshilgan yer hech qachon xiyonat qilmaydi, deydi dehqonlar. Biz hozircha oilaviy shu bilan bandmiz. Akam bor, men bor. Hamma oilaviy shu issiqxonaning ichida. Shuning orqasidan tirikchilik qilyapmiz. Yer masalasi qiyin edi. O'sha fermerlardan ijaraga olardik, shu mavsumiy ijaraga olib, ekilarda qonunchilik qilinar edi. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik shu tashabbusi bilan dehqonlarga ancha sharoit yaratib foydalanyapmiz. Davlat tashabbusi va yerdan samarali foydalanishga yaratilayotgan imkoniyatlar bugun oddiy dehqonni yer egasiga aylantirmoqda. Natijada bozorlarimizda mahsulotlar xilma-xilligi oshib, qishning qaqshagan sovug'ida ham yoz va kuz ne'matlarini tomorqadan uzib, dasturxonga qo'yish imkoniyati kengaymoqda. Yerga mehr va ilm bilan yondoshilsa, barakasi ham, fayzi ham elga yetadi. Bu kun Maftuna Momasidiqova, Abdulloh Rashidov, Farg'ona.